Assalomu alaykum azizlarim. Bugungi ochilimimizning mavzusi ish, karyera va o'qish. Kartamizni yaxshilab tayyorlab olamiz. Har doimgidek hammada bir xil holat emas, bir xil vaziyat emas. Shuning uchun ikkiga bo'lamiz. Tanlab olasiz ikkalasidan bittasini va birinchi kartadan boshlaymiz. Birinchi kartamizni tanlagan insonlarimiz agar ishsiz bo'lishsa, ishga kirib ketadimi deb so'raylik. Albatta, ishga kirish ko'rinyapti. Turli vaqtlarga e'tiboring, 4 kundir, oyi 4dir, 14dir, 24dir, 4 haftadir, eng uzog'i 1 oy ichkarisida ishga kirib ketishi kutilyapti. Xo'sh, ishlayapsiz, lekin yuksalish kutyapsiz. Yuksalma bormi, yuksalish bormi yoki oylikda oshish harakatlari bo'ladimi? Hozirgi vaqtda deyapti, ko'proq ish masalasiga e'tibor berib, ko'proq yana ozgina kutishingiz kerakligi ko'rinyapti. Ish karyerada yuksalish yoki oylikda yuksalish xohlayotgan bo'lsangiz deyapti, yana ozgina mehnat qilib, ozgina yana o'zingizni ko'rsatib qo'yishingizga to'g'ri keladi. Ikkilik vaqtlarda albatta deyapti, ko'zlagan maqsadingizga erishasiz. 2 haftadir, 2 oydir, albatta ko'zlagan maqsadingizga erishasiz deyapti. Xo'sh, o'qishga kirmoqchi bo'lganlar o'qishga kirib ketadimi? Bu yerda birinchi kartamizni tanlagan insonlarimiz o'qishga kirib ketishi ko'rinmoqda. To'g'ri, buning uchun ozroq vaqt sarflabsiz, moddiy jihatdan ham bir nimalar sarflabsiz, tayyorlanibsiz va albatta o'qishga kirib ketishingiz bu yerda ko'rinyapti. Xo'sh, ikkinchi kartamizni tanlagan insonlarimiz ishsizlar uchun. Agar ishsiz bo'lsangiz, ish qidirayotgan bo'lsangiz, ishga kirib keta olasizmi? Bu juda ham omadli karta. Aslida bu kartadan hech qanaqa karta ochilmaydi, lekin sizlar uchun faqatgina niyat qilib ochganim uchun davom etaman. Bu yerda ochiqchasiga yuksak maoshli, uzoq davom etuvchi, ko'ngildagidek, orzu qilgandek bir ish ko'rinyapti. Juda ham omadli bir ish deyapti. Barakali bir ish, maoshi ham yaxshigina bo'ladi demoqda. Xo'sh, karyera masalasida yuksalish bormi? Oylik maoshlarda oshish bo'ladimi? Bu ikkinchi kartamizni tanlagan insonimizga ham keragicha mehnat qilibsiz, oz vaqt qoldi deyapti. Juda ham oz vaqt qoldi. Karyerada yuksalish yoki bo'lmasa maoshda yuksalish, bu yerda ochiqdan ochiq karyerada yuksalishdan ham ko'ra ko'proq maoshda yuksalish kuzatilyapti. Ya'ni maoshda yuksalish kutilmoqda. Xo'sh, o'qishga kirmoqchi bo'lganlar o'qishga kirib ketadimi? Ikkinchi kartamizni tanlagan insonlarimiz. Albatta deyapti, o'qishga kirib ketadi deyapti. Sizga nima deydi, atrofingizda sizni ishonchingizni so'ndirishga harakat qilayotgan insonlarga e'tibor bermang deyapti. O'zingizga ishoning va albatta o'qishga kirib ketasiz deyapti. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.